Aksiyamizda yetimini ikkinchi kunini boshlab olaylik. Mana xudo xolasa 12 mashinamiz. Yangi salon. Buni oldilariga bron qism qilib beramiz. Oldi mordasiga, farasi, krilosi, oldi kapotiga 1,5 million so'mga bron qilib beryapmiz. Tonirovkalari, sonzashtalarini 500 ming so'mga qilib beryapmiz. Mana salon laminatlarini ham qilib beramiz. Salon laminatlari, chiroyli manilarni karbon qilib beramiz. 300 ming so'mga qilib beryapmiz akalar. Kimga mashina xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilaverasizlar. Tayyor bo'lgan 12simiz oldiga lumar sonzashtlarni tortib berdik. Gaziroklari, ko'rinishlari, lumarni orqasiga 120 talik tonirovkalarni tortib berdik. Kuydirilgan labosidan ko'rinishlari chiroyli, ideal holatda ko'rinadi. Tonirovkalarni ko'rinishlari oynani tushirmaslik uchun 72 soatlik laklinka yopishtirib berganmiz. Ko'rinishlari xudo xolasa chiroyli chiqdi. Akiga ham nomerlarini ham topib berdik. Kimga mashina xizmatlar kerak bo'lsa, yakka vaqtda bemalol murojaat qilaverasiz.